Qara, bu hayotda 3 xil jinni bo'lar ekan. Qanaqa masalan? Kichkina jinni bor ekan, o'rtancha jinni bor ekan, katta jinni bor ekan. Yo'q, Kichkina jinnisi mashinasini, otini maqtar ekan. O'zini, mashinasini minib yurganini, otini maqtar ekan birinchisi. ikkinchi? Ikkinchisi farzandlarini maqtar ekan faqat. O'tirsang boshlar ekan, o'g'lim bunaqa, qizim bunaqa, o'g'lim bunaqa, qizim bunaqa. Uchinchisi qanaqa bilasan? Uchinchi Eng katta jinnisi bor ularda. Uchinchi er zo'rmi? Ha, qanaqa bilasan? qanaqa? Xotinini maqtar ekan, o'tirib olar ekan. U zo'r. Xotin kishini maqtab bo'lmaydi. Xotin kishini maqtashni bitta yo'li bor. Qachon maqtaydi bilasanmi? Men agar xotiningizdan yaxshilik qilsa, Yaxshi bo'lsa ham maqtab bo'lmaydi. Xotin kishini birovga maqtab bo'lmaydi-da. Yo'q, men biratan qara. Bu temalari har xil ayol ham bor, yana boshqa ayollar juda ham mehri ayollar, juda ham tarbiya ayollar, juda ham har bir erdan deyil degan so'zdan xo'p deb yuradi. Uni hurmat qilasan, uni maqtamaysan, hurmat qilasan, addushni yurakdan yaxshi ko'rasan, lekin maqtamaysan-ku borib bir joyga. Maqtaydigan payti ham bo'lar ekan. Oxirigacha eshitsang aytaman. Aytayim qachon maqtar ekan xotin kishini? Qachon maqtanasiz? Qachon o'ladi-yu xotin, o'shanda maqtash kerak ekan, o'lgandan keyin. Men o'lgandan keyin u paydan maqtasa bo'lar ekan. u paydan vaqt o'tganmani u payda. Kommentariyada yozinglar, qani to'g'ri Men aytyapman. bir xafa xotinlari ham bir xafa eshitishi kerakmi u gap, u ham xursandchilikda erimdan maqtanish paydi ham. O'ziga maqtaverasan har kuni. O'ziga maqtaverasan, sen zo'rsan, lekin men ko'chada deyapman, o'rtoqlarga davralarda to'yga borganda o'tirib, meni xotinim zo'r deb o'tirmaysan-ku. Shu tomondan aytayotgandim. Yo'q.